Assalomu alaykum do'stlar. Devlog 9ga xush kelibsiz. Marafonimiz haliyam davom etadi. Kecha biz kaltlarimizga hover effektlarini bergandik. Bugun esa ushbu kartlarni yanada funksional qilish uchun bu yerda like'lar tugmasini sal jonliroq qilishga harakat qildik kecha. Videodan keyin men harakat qildim. Demak, hozir localhostda ochib tekshiramiz. Mana bu yerda hover, bu yerda ozgina scale va border animatsiyasi bor. Border bunaqa holatga keladi va bu yerda likesni bossak, oshadi. Bitta bu yerda yozib qo'ygandik. Const handle like is liked set like count else set like count birga oshadi. Bu yerda shunaqa kodlari bor. Tafsilini shunchaki qo'shib qo'ydik. Bu keyingi safargi devloplarda funksional qilamiz buni ham. Bu yerda yangini ham yangi ko'rinishga keltirdik. Bu yerda lekin yangi qo'shilmagan, chunki bu yangi emas. Bu yerda 46 like, bu yerda batafsil, bu yerda yo'q. Kunduz rejim bu background hali ham hozircha shunday holatda turibdi. Buni keyinroq qilamiz. Kunduz rejim, tungi rejim deygina narsa. Buni After Effects'da bu kodlar orqali, propslar orqali qildik bu matnlarni. Bunda ham UseState ishlatdik. Chunki bu yerda kerak bo'ldi UseState bilan ishlatganda. Plus shunaqa gaplar. Hozircha mana shu funksiyalarni qo'shdik biz kecha. Lekin buni yana takomillashtirishga harakat qilamiz. Bu yerda mouseni olib borganda, hover bo'lganda bu button, ya'ni like buttoni bu pointer holatiga kelishi kerak, lekin hozir kelmayapti. Chunki men pointer qilib belgilamaganman bu yerda. Cursor pointer qilsak, bu yerda mana. Mayli, hozir to'g'rilaveramiz. Keyingi devlogga qo'yib o'tirmay, mana oddiygina bir animatsiya hosil bo'ldi. Batafsilga ham qo'shish kerak buni. Cursor pointerni bu yerda batafsilning klasslari joylashgan, buttonning. Biz Tayvan CSS ishlatyapmiz hali ham. Mana batafsil ham endi mana shu qo'lcha tugmasi, ya'ni kursori paydo bo'ladigan qilib yasadik hozir. Hover animatsiyasini bas shunaqa gaplar hozir deydi. Qilishimiz ham mumkin yoki böyle tungi rejim ishlayapti, hammasi joyida. Batafsilni keyingi devlogda qo'shishimiz mumkin. Voqealar paydo bo'lyapti menda hozir. Batafsilni bossak, boshqa page'ga
app router, ya'ni React router orqali o'tirish, ya'ni o'tkazish ham mumkin. Lekin bu haqda o'ylab ko'rishim kerak. Xullas, ko'rib turganingizdek, har bitta kartni bir-biriga xalaqit bermasligi uchun shunchaki kolumn to'g'ri qilib qo'ydim. Devlog 9 uchun mana shu kichik lekin juda muhim funksiya yetarli bo'ldi. Keyingi devlogda albatta batafsilni ham albatta dinamik holatga keltiramiz. Xullas, devloglarimizni kuzatishda davom eting. Ertaga devlog 10 da ko'rishguncha xayr deb qolaman. Like bosing, obuna bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlashga charchamang. Ko'rishguncha.